Agrobank ATB Paxtabod filialiga biriktirilgan kontur maydonidamiz. Konturning chegarasi ushbu bug'doy ekilgan joydan makkajo'xori ekilgan joygacha. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Paxtabod tumani Durdiyor MFI 140-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Eni 100 metr, bo'yiga 1000 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar o'sish davrida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Ushbu maydon hozirgi kunda sug'orilmoqda. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 58 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,17 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Oftobxon Oyimchaxon MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 40 tonna, jami 400 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadi yanada oshirib boriladi.